Ko'pchiliklaring separatorda narxlarini aytsak, qimmat qurishga o'xshatyapti. Chunki qo'sh tirnoq ichidagi akalarimiz Xitoy separatorida ham Rossiyada sotishyapti mana. Original Salyut separator, qozoni 5 litrli, soatiga 30 litr suv chiqaradigan separatorimiz 1.350 ming so'm. Katta pul qo'yilmaydi. Endi xuddi shuni birga bir qilib ishlangan mana. Ko'rmasangiz, korobkasigacha bir xil separatorimiz 850 ming so'm. Endi siz 5 litrli elektr separator so'rasangiz, shuni nazarda tutgan holatda 1 million so'm, 1 million 100 ming so'm baho aytishyapti. Keyin siz baqa hozir deb turib, menga telefon qilsangiz, men bu Xitoy separatorni tavsiya qilmayman uchinchasiga. Menga telefon qilsangiz, men 1 million 300 ming so'm deyapman. 1 million 300 ming desam, mana 1 million 100 ming so'mligi sizga arzon tuyulyapti-da. Siz ko'rmasdan dastavka qildiryapsiz. Ehtiyot bo'lamiz, rasmini tashlang deng. Qornida bunaqa jabrasi bo'lmasmas. Jabrasi bori Xitoy separator. Jabrasi yo'g'i rossiyskiy separator. Hammaga tavsiya qilamiz, bexijolat separatorlarda har qanday turlari bor. Sog' bo'ling.